Vaqt hech kimni kutmaydi. Kecha ortda qoldi, ertaga noma'lum. Birgina shu tong, shu tun va kun, shu fursat siz va bizga berilgan navbatdagi imkoniyat. Assalomu alaykum. Navoiy telekanalida mening oshxonam ko'rsatuvi va men Zulayho Ahmedova. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni esa o'zi go'zal, qalbi undan ham go'zal, betakror ijodkor, latofatli Zohida Umarova. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi Zohida opa? Xush kelibsiz. Ko'rsatuvimizda ko'rganimdan juda ham xursandman. Hamisha go'zal, o'sha latofatli Zohida opa. Siz tomoshabinlar bilan so'rashib olishingiz. Assalomu alaykum azizlarim, jonim, doim aytaman, jonimga yaqinlarim, aziz xalqim, jonim xalqim. Bugun siz bilan yana uchrashganimdan va shunaqa chiroyli ko'rsatuvga taklif qilishganidan xursandman va hammamiz mazza qilib baxtli yashaylik. Zohida opa, keling ko'rsatuvimizni an'anasiga ko'ra kichkina bir shart bilan boshlasak. Keling. Sharti bormi qilib shunaqa? Albatta. Bo'ldi. O'zi shartlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Zohida opa, bugungi tayyorlagan taomingizga ko'makdosh Turon restoranining bosh oshpazi Sanjarbek yordam beradilar. Ne bo'lamda? Bosh oshpazmi bu yigit? Aylanib ketdik bolalarimdan. Mana shunaqa bosh oshpaz bo'linglar, dunyolarga bosh oshpaz bo'linglar ilom. O'zbekning mana shunaqa bolalari bor. Men faxrlanaman. Hammanglar bilan aylanib ketdik. Zohida opam juda ham mehribon insonlar, hammaga muhabbat ulashdan charchamaydilar. Keling, endi shartlarni bajaramiz. Mana bu konvertda siz tayyorlaydigan taom yashiringan bir nechta taom. Hozir qaysi birini tanlasangiz, ana shu taomni tayyorlaysiz. Yana bitta resep qo'ysam bo'laveradi. Ayting. Nechta ekan? 4 ta ekan. 4 ta. Bilmayman endi bizni xalqimiz meni biladimi yo'qmi, men oshxonadan juda ham yiroq odamman. Umrim bo'yi oshxonadan yiroq bo'lganman. Lekin taklif uchun ming rahmat. To'g'risini mana aytib qo'ya qolaman. Baribir birontasini u qadar tushunmayman, ammo juda ham yordamingizga muhtojman. Xavotir olmang, bosh oshpazimiz sizga yordam beradilar, lekin siz ham bajarishingiz kerak, ozgina qo'lingiz tegishi kerak. Yo'q, qo'lim tegadi, qo'lim uyda ham tekkan. Hech qachon eplolmaganman. Menda hamma narsa yomon chiqdi. Hop, xo'sh. Ko'raylikchi, hozir qaysi taom pishadi? Dumlangan 8 oyoq. Albatta. O'sha osminokmi? Dengiz taomlaridan. Ya'ni dengiz tubida suzadigan 8 oyoq. Shunchaki dimlab beraman, ha? Dimlab tashlayman bunaqalarni. Ana. Demak, oson. Yo'q, oson. Endi bilmasam, dimlangan degan gap o'zimizniki ekanda. Ana 8 oyoqni bilmayman. Oson deb o'ylayapsiz-a, lekin. Dimlangan. Ko'rsatuv mobaynida ko'rib boramiz. Yo'q, dimlab tashlayman. Kuzatamiz. Zohida opa, mana hamma mahsulotlar muhayyo. Mana bu 8 oyoqning turishini qarang. Chiroyligini qarang. Shu mahsulot kelishi bilan Sanjarbegim bolam, avvalambor rahmat. Bizni o'zbekni bolasi bugun qarangda, dunyoni har qanday mahsulotini olib kelib, shunaqa go'zallik yaratayotganlari, ishoninglar, hozir ichimdan o'zi shu gap keldi, mana gapirishga majburman. Majburiyat bo'ldi o'zi yelkamda va haqiqatdan ham men xursand bo'ldim. Masalan, meni davrimda bu narsalar yo'q edi. Mana shu narsalar. To'g'ri. Meni davrimda yo'q edi. Bugun shunaqa bir go'zal kundamizki, go'zal bir davrdamizki, faxrlanishdan boshqa hech ilojim yo'q. Jonim O'zbekistonim, jonim bolalarim, jonim qizlarim, hammalaringizga katta rahmat. Chunki bugun biz uchun mana shunaqa narsalarni muhayyo qildingiz. Shundoq hidi keldi, hayron qoldim. Shunaqa zo'r narsalar bor ekan deb o'zim yeb ko'rmaganman hech qachon. Hozir lekin debut qilamiz, unda yeb ko'rasiz. Albatta. Rahmat. Juda ham foydali Zohida opa. Bunda 140 dan ortiq vitamin, minerallar mavjud. 140 dan ortiq. Juda ham foydali inson organizmiga. Kerak ekan bolam. Juda ham mazali bo'ladi. Menga shitavitkam bor. Ayniqsa menga, men bilaman, dengiz mahsulotlarini yeng degan, lekin ko'rdingizmi mana o'sha davr odam bo'lganim uchun o'rganaman. Bolajonim, hozir sizdan keyin o'rganib olaman yeyishga, xo'pmi? Sanjar, Zohida opa juda samimiy, qalbi go'zal insonda. Shu o'rinda sizga savol bermoqchi edim. Juda ham samimiysiz, qalbingiz ham samimiy, har bitta insonga mehr ulasha olasiz. Munofiqlarga munosabatingiz qanday? Ishni davom ettiraveramiz va suhbatni ham yo'l-yo'lakay qilamiz. Bir kun bitta intervyumda aytib ketdim munofiqlar uchun. Men ularni munofiq ham deya olmayman. Haligi aytganimdek, bizni o'sha qonimizdagi tarbiya o'ta kuchli, o'ta qudratli bu. Kuchda bu. O'sha munofiqlik demak ota-boboyingizda bordir deyman ba'zan. Avloddan. Ha, u avloddan avlodga o'tib kelyaptiki, u sizni qo'ymayapti. Biz kabi samimiy odamlarni siz soxta deb qabul qilyapsiz. Bir qadam tashab ko'rib, bir qadamgina
bir qadam o'sha go'zallikka, yaxshilikka qadam tashlab ko'rib, bilsangiz edingiz dunyo qanday go'zal va bu yurt qanday go'zal. Mana bu qizlar qanday go'zal. Mana bu koshonalar, qurilayotgan uylarimiz, imoratlar bugun nahotki munofiq bo'lishimiz mumkin? Nahotki. Bu go'zallikdan qana qilib, demakki, siz bir qadam tashlab ko'ring va men juda xohlardim. Bizning ichimizda xiyonatlar, xoinliklar bo'lmasligini xohlardim. Sizdek qalbi go'zal insonlar ko'payar ekan, hech qachon unda insonlar qolmaydi. Unda taomni tayyorlashni boshladik Sanjarbek. Boshlaymiz. O'zi boshlaymi ketyapti o'zi. Sekin-asta boshlaymiz. Ruxsat bersangiz. Buni qaynatishdan boshlaymiz yana. Bu Qalbi chala pishgan bolam. Bu qaynatilgan bo'ladi ozgina. Yana buni qaynatamiz, pishiramiz. Tushundim. Va hamma mahsulotlar To'liq pishgan bo'lish kerak-ku. to'liq pishgan bo'lishi kerak. Sanjarbek mana 8 oyoqlarni qaynatishga qo'yib keldilar. Endi ishni nimadan boshlaymiz? Endi sabzavotlarimizni tozalab olamiz, chiroyli qilib. O'zimizni go'shtimizni o'rniga o'sha 8 oyoqni to'g'rasak kerakdir-a, bolam? Shunaqa qilsam bo'ladi. Da, ozginagina shu farqlanishi menimcha shu o'sha dengiz mahsulotini shunaqa qilib pishirib to'g'rab. Biz ham go'shtni masalan salat qilsak uyimizda tayyorlasak, o'sha go'shtni qaynatib yoki qovurib qilamiz-ku. Shuni bir sal boshqacharoq, lekin bitta narsadan varianti. Yana bir narsadan juda xursand bo'ldim. Qayerga borsam oshxona mana shunaqa ko'p efirlarda bo'laman, ko'rsatuvlarda, lekin birinchi marta oshpazlar, bosh oshpaz o'zlari kelib, o'zlari yordam berib hammasini tozalayotganlar. Bu faqat Navo telekanalida va mening oshxonam Navo ko'rsatuvda. kanali rahmat sizga. Bizga shunaqa bilmaydiganlarga shunaqa sharoitlar yaratib beribsiz. Rahmat, Shakrlarimiz sizga. Zohid opa, ota-bobolarimiz, ya'ni onalarimiz farzandlariga, qizlariga ayol kishini ko'proq vaqti oshxonada o'tadi deb ko'p uqtirishadi. Sizda qanday bo'lgan? Mana bundoq qilib bekitib olay maylimi? Uzra. Bilasizmi, hech qachon meni vaqtim oshxonada bo'lmagan, oshxona uchun ajratilmagan. Hech qachon orttira olmaganman. Yo'q, bolaligimda ham bolam, bilasizmi, bitta narsaga ishondim. Agar sen yoshligingdan o'zingga shunaqa bir maqsad emas, bu maqsad emas-ku, bir qanaqadir fikrlarda yashasang, yo'q men oshxonaga emas, men bunaqa bo'laman, yo'q men bunaqa qilaman, yo'q men bunaqa bo'laman desang, o'sha bo'lar ekan. To'ppa-to'g'ri. Men nima xohladim shu bo'ldi. Mashina haydayman derdim kichkinaligimdan. 16-17 yoshimda rulga o'tirganman. Dadajonim mashinalarni rahmatli. Dadam mashinalar doim olib qochib ketaverganman. Traktorlarni olib qochib ketganman, mototsikllarni olib qochganman. Voy, paxtaga borib o'g'irlab ketganman. Yana shunaqa shaddodligingiz yoshligingizdan ma'lum bo'lgan. Yuragimdagi o't, yuragimdagi olov qarang. Bugun ham qo'ymaydi. Lekin oshxona menga ozgina begona. U uchun men doim uzr so'raganman xalqimizdan. Qanaqa ayolsan degan bo'lishi mumkin. Yo'q, endi to'g'ri. Baribir men uzr so'rayman. Meni ozgina fikrlarim, meni xohishlarim, intilishlarim sal boshqacharoq bo'lgan. Boshqacharoq bo'lgan. Yuqoridagi fikringizga qo'shilaman. Nima xohlasam lekin shuni nima niyat qilsa, nima orzu qilsa, o'sha umr davomida bo'lar ekan. To'g'ri bo'ldi. Shuning uchun bolam, rahmat. Sanjar bolam, aylanib keting, rahmat bolam. Zohid opa, siz ko'p ayollarga o'rnak bo'la oladigan adolatli insonsizda. Qaysi fazilatlaringiz bilan bo'lisha olasiz? Sizdek qaynonalar juda ham kam. Ko'p. Yo'q. Xudo xolasa ko'p, chunki O'zbekda menimcha juda adolatsiz qaynonalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Men uni bilaman. Faqat o'sha gapim bolam, bir qadam yaxshilikka, bir qadamgina. Chunki sizni bir qadamingiz milliardlab qadamlarni olib keladi, go'zal qadamlarni olib keladi. Birgina sizni yaxshiligingiz milliardlab yaxshiliklar olib keladi. Birgina sizni shirin so'zingiz o'zingizga shirin so'zlar olib keladi. Men doim aytganman, dadam rahmatli aytardilar, bolam, yaxshi gapirgin bolajonim, yaxshi gapirgin, yaxshilik qilgin. Mana ko'rdingmi, yaxshilik qila olmasligi mumkin, chunki sharoiting bo'lmasligi mumkin. Yaxshi gapirsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Odamlarga yaxshi munosabatda bo'lgin. Yaxshi gapirsang, seni ishlaring yaxshi bo'ladi. Alloh ko'rib turadi hammasini, bolam. Sen yaxshi bo'lsang, atrofdagilar senga yaxshilik tarafingga o'tadi. Bir qadam yaxshilikda bu. Agar o'rtada shunaqa yomonlik va yaxshilik, mana bir qadam tashlab bu yoqqa, yomonlikka ham bir qadam, bu yoqqa ham bir qadam. Sen tashiqqa bolam bir qadam yaxshilik tarafga va senga minglab yaxshiliklar bo'ladi. Qaynonaligim, o'zi kelinim yaxshi meni. Yaxshi qaynonaga yaxshi kelin. Allohga qaysidir tomonlarim yoqgan
ekan, yosh bo'lishlariga qaramasdan. Men doim aytganman, kuch adolatda, qudrat adolatda, hamma narsa adolatda. Nahotki endi biz shu yoshga yetib bitta kichkinagina qizchamizni uyimizga kelgan, yana o'g'limizni orqasidan keladigan, yana bizni davomchimiz, u bizni ertaga yuzimizni ko'rsatadigan, biz o'tib ketgandan keyin bizani kimligimizni ko'rsatadigan bir kichkinagina qizchaga nahotki mehr bera olmasak, adolatli bo'la olmasak. O'zi adolat nima? Oilani adolati nima? Bitta chiroyligina shirin gap bo'ldi. Bola sirazi men tomonga o'tadilar. O'zlari juda farosatli qiz, ota-onalarga ming rahmat doim aytganman. Ming rahmat kichkinagina bolangizni menga hadya qilganingiz uchun. Yorqin xo'jaga hadya qilganingiz uchun, menga davomchi qilib berganingiz uchun, menga shunaqa navaralar berayotganlari uchun doim ta'zimdaman. Va farosatlariga ko'z tegmasin, doim shunaqa bardavom bo'lsin. O'zlari o'rnak bo'ladigan qiz. Hali juda katta ishlar qiladilar. Hozir Singapurda Purskiy institutda o'qiydilar. Xudo xolsa katta ishlar qiladilar. Men unga ishonaman. Chunki o'zlarida katta motivatsiya bor, ilhom bor o'zlarida. Men aksincha bolam o'zlari ovqat qilishlarini bilmayman, uncha mamlaq pishiruvlarni bilmayman. Har 2 kunda ayajon sizga mamlaq pishirdim deb turadilar. Ming rahmat, ming rahmat, ming rahmat. Adolatimiz yaxshi so'zimizda, yaxshiligimizda shu. Men bolaga bugun Sanjarbegim, jonim bolam desam, hammasini qilib qo'yadilar. Bo'ldi onajon qilib beraman o'zim deb qilib qo'yadilar. Chunki ko'rdilar boshidanoq men bolam, aynan sen bosh oshpozmisan bolam dedim. Shunda yoshgina bolacha. Nahotki faxrlanib bo'lmaydi. Endi o'ylang. Sanjarbek o'zi ham juda kamtar, juda ham qalbi pok inson. Bosh oshpazman demaydilar, har doim kamtarlar. Ovqat taom beradigan, luqmaga jo'natadigan odam qanaqa samimiy toza bo'lmaydi. To'g'ri. Sanjarbek nimadir demoqchilar boydan beri ruxsat bersangiz, men qarab kelaman, 8 oyog'imizdan xabar olib kelaman. Bular uchun rahmat Bularni bo'lam. qaynatib Tozalab qo'ydilar, rahmat bo'lam. Rahmat. Sizga ish qolmayapti. Nima qilamiz endi? Nima qilish kerak? O'zimizni savol qilib berarsiz. Ular meni hech narsa qila olmayotganligimni his qildilar, chunki bosh oshpaz. Ular meni his qildilar va juda ham zo'r to'g'ri olmasligimni ham bilib qoldilar. Uning uchun rahmat bu korxonaga va ularning bosh oshpazlariga. Rahmat. Zohida opa, siz kuyovingizga ham qaynonasiz, keliningizga ham qaynonasiz. Har ikkala o'sha qaynonalik roli kuyovga qanday farq qiladi, kelinga qanday farq qiladi? Qanday yo'l tutasiz ikkalalariga? To'g'risini aytaymi? To'g'risini ayting. Bizni ko'rsatuvimiz faqat kuyovlarimga shu o'zi qizim yomonroqda, shu qizim o'zi sal mana shunaqaroqda, bolam mana shunaqa bo'lmaganda, mana siz o'rtanglarda baribir narsa gaplar chiqadi. Bo'lmas, bolajonim, iltimos. Ba'zan og'zidan yomon gap chiqishi mumkin. Ba'zan qaysidir harakatlari yoqmasin, bolam aynan kechira qoling. O'zi xarakteri sal yomonroqda, bolam. Maylimi deyman kuyovlarimga-ki, yo'q, yaxshi xotinim. Unaqa demang, men ba'zan yomonroq gapirib qo'yaman, mana shunaqa deya bo'ladi. Yo'q, u yaxshi, unaqa tomonlari yo'q. Yo'q, bo'lib qolishi mumkin bolam. O'sha paytda iltimos, uzra, men vaqtim ham bo'lmagan, kamroq vaqt bo'lganmanda, balki nuqson ketgandir tarbiyada bolam deb qo'yaman. Hammasi yaxshi. Hozir meni eshitayotgan bo'lishlari mumkin kuyovlarim. Zohida opa, Yorqinxo'jani o'zlari o'qigan gimnaziya maktabida maktab faxri degan devor doskasida suratlari ilingan turar ekan. Bu ota-ona uchun qanchalik faxr, nima deysiz shunga? O'zingizni farzandingizni o'sha shunchaki gapirib bo'lmaydi-da buni bolam. Yaxshi, ayniqsa oilaga o'rnak bo'la oladigan bolalar haqida shunchaki gapirib bo'lmaydi, oddiy bo'lib qoladi-da u. Yorqinxo'ja o'zi yoshligidan ham shunaqa bola edi-da, u men yig'lasam yig'lagan, men kulsam kulgan, o'sha oilani bolacha 9 yosh, 8 yoshligidan olahurjunni bo'yniga oluvdi-da. O'qishiga borsam, o'qituvchilari aytardi, artistni bolasi ham shunaqa bo'ladimi desa, baribir ichimda shu narsa turardi-da, artistni bolasi nega degan, nega, nima uchun artistni bolasi degan. Artistni bolasi shunaqa bo'ladi. Yo'q, Zohida, u ma'noda aytmadim. Bu bola umuman boshqa bola. Bir marta to'polon qilmaydi, bir marta hali gapga kirib partani ustida o'tirganini ko'rmaganman. Insonga noloyiq, o'quvchiga noloyiq harakatlar ko'rmaganman men deb gapirsa, o'shadan yig'lardim ishxonamgacha. Yorqinxo'jadan ko'proq xabar olib turganman. Chunki o'g'il bola edi. Uni boshqacha tarbiya qilish kerakligini bilardim. 9 yoshidan ko'chalarda o'sha reklamalar qilib, bir narsalar qilib ishlagan. Men pul topmaganman emas, topganman. Men o'zim hammasini qilganman.
mashinada olib borib boshida olib keldim bolalarni, lekin uni u o'sha qalban his qildi onasi yolg'izligini, onasida o'sha nimadir kamtikligini u his qildi doimda. Shuning uchun yana iltimos qilaman xalqimizdan, yana negativ yozib bolasini maqtaydi. Qaysi ona bolasini maqtamaydi yoki kamolidan xursand bo'lmaydi? Qaysi ona bormi shunaqa ona? Qaysi bir ona bolasini voy mani bolam bunaqa deya olmaydi? U endi hozir bola sifat mayli, onasi deb aytmay, Yorqinxo'ja Umarov deb ayta qoling. Demak, u murg'akkina qalbiga onasini katta dardlarini, onasini katta tashvishlarini, onasini katta g'amlarini yuklab oldi, deya kirgizib oldi u. Va o'sha kundan, o'sha yoshidan shunaqa harakat qildi. Uning uchun o'sha doskada turishiga balki loyiq shunaqa bola bo'lgandir. Uning uchun doim aytganman, bolam, podishoyim, sen bilan faxrdaman, senga rahmat. Balog'at yoshda rosa o'ylandim, men qanaqa qilaman Yorqinxo'ja bilan. Tog'asiga borib aytdim, sen bolam katta bo'lyapti, ozgina qarashgin, bilgin nimadir o'zgarishlar bo'lyapti balki unda. Baribir onam sezaman, bolam-ku. Uyalaman, aytolmayman, uyalaman. Yo'q, Allohim shundoq qildiki, uni qalbiga qarab, uni o'zini kimligiga qarab, uni dunyoqarashiga qarab, odamlarga bo'lgan munosabatiga qarab va go'zal xulqiga qarab shunaqa go'zal yo'l berdi. Ilohim rohatini ko'ring. Ilohim oxirigacha shunaqa rohatini ko'ring. Oxirigacha shunaqa inson bo'lsin. Amin. Chunki haqiqatdan ham buni o'sha o'g'il farzand o'stirayotgan ota-onalar tushunishadi. O'g'il bolani ayniqsa otasiz o'stirayotgan farzandni o'sha tarbiyasini to'g'ri yo'lga boshqarish juda ham qiyin. Kechalari uxlamasdan qayerda ishlayotganiga borib kelasiz. 4-5 marta. Ko'zingizga uyqu kirmaydi kechasi. Qani kechasi kelyapti, nima ish qilyapti u? Borib o'tiraman, ko'raman, teshiklardan qaraman, to'g'ri ish qilayotgan ekan, yana qaytib yana bir narsa tortib ketadi. Hozir o'shdan chiqib buyoqqa ketib qolsa-chi degan, yana boraman. 4-5 ertalab tong otadi, men ishga ketishim kerak. O'sha kunlarim ko'p bo'lgan. Chunki juda ham qiyin o'g'il bola bilan. Qiz bola bilan undan ham qiyin. Lekin o'g'il bola yomon yo'lga kirib ketishi mumkin. Ne yomon yo'llar bo'lganda ham biz yigitlarimizda subut bor. Subut. Bu mana juda bir kamyob fazilatlar, xislatlar bor. Men doim erkaklarimiz bilan faxrlanganman. Shunaqa subutlari bor, shunaqa bir diyonatlari bor. Oilasiga baribir yo'q, bolalarimga qilishim kerak, voy men qizimga qilishim kerak, onamga qilishim kerak degan, onajonimni rozi qilishim kerak degan bir diyonat bor. Men bu bilan faxrdaman. O'zbek yigitlari siz bilan faxrdaman. Bor bo'ling. Zohid opa, balkim kimdir bilar, kimdir bilmas. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib klip olgan insonsiz siz. Va orada shuncha tanaffusdan so'ng yana klip olish istagi tug'ilmadimi sizda? Qarang, yoshligingizda yurak qaynoq bo'lar ekanda, yurak haligi qon qaynoq bo'lgani uchun yuragim toshib ketaverar ekanda. Shu yurt qadri etilgandan keyin, yozilgandan keyin o'ylayapman deyman. Yurtim uchun qanaqa joy borki, o'sha yerda borib qo'shiq aytsam. Keyin rejissyorga telefon qilaman. Hozir hayot bilan bilmayman. Inozemtseva degan zo'r rejissyorimiz bo'lardilar, muzikalniy rejissyor. Ularga telefon qilyapman. А можно будет где-нибудь не ichkarida emas, давайте где-нибудь ko'chadamikin, dengiz bizada yo'q, suvmikin desa, Tashmore. Voy, men deyman, Tashmoreda olaylik va qayiqlarda birinchi marta qayiqlarda o'sha qo'llarimizni bir umr hammani esda qolgan. Rahmat bu e'tibor uchun katta rahmat, ming rahmat. Va endi hozir bugunga keladigan bo'lsak, bugun kliplar darajatlari yuqori darajali kliplar ko'p. Men qo'rqamanki, Zohida Umarova sen endi klip olmay qo'ya qol, chunki o'sha qaynoqlikni bera olarmikinsan? O'sha otashni bera olarmikinsan? Bugun o'sha otashing bormi? Qalbingda bugun o'sha olov bormi? Bo'ladi, chunki harakatlaringni qilishing kerak. Men o'zim harakat qilishni yaxshi ko'raman kliplarda. Lekin cho'chib turibmanki, o'sha yana negativlarga uchramaydi. Deymanmi, ichimda har xil gaplar bo'ladi. Demak, istak bor, lekin ozgina ikkilanish bor. Istak o'lguncha. To'g'ri. Istak o'lguncha bo'ladi, xohishlar, orzular, ular o'lguncha bo'ladi. Bor, albatta qizim, lekin agar sizlar meni shunaqa kuch bo'lib, "Opa, olish kerak klip" desa, albatta olaman. Hozir yangi asarim, mana bilishadi ishxonamdagilar, xodimlarim, yangi asarim tayyor turibdi.
сведения tozalanyapti. Xudo xolasa yaxshi go'zal asarim bor hozir. Kutib qolamiz chunki sizdan faqatgina go'zal asarlar, ya'ni uzoq yashaydigan qo'shiqlar kutamiz. O'sha yurt qadri qo'shig'ingiz hali hamon yashamoqda. Menimcha u o'lmas qo'shiq, butun umr hammamizni, o'sha o'zbek xalqini, vatanparvar insonlarning qalbida butun umr yashab qoladi. Men olib ketay bolamdan. Rahmat qizim jonim, rahmat. Zohida opa, qaysi farzandingiz bilan duet aytgan bo'lardingiz? Ikkala farzandingiz ham o'ziga xos iste'dodga ega san'atkorlar. Ikkalasi bilan ham aytkim keladi, lekin ikkalasidan ham cho'chiyman. Nega? Chunki meni yo'nalishim endi ozgina eskicha yo'nalishda qolib ketganman, uni o'zim bilaman, har doim tanimayman. Bugun yoshlar yana qoni qaynoqlikka qaytamiz va olovlikka qaytamiz. Ularni qoni boshqacha yuribdi yuragida. Menda umuman boshqa. Cho'chiymanki, onasi bo'lgani uchun mayli, qayta qoling demasin. Ular shunday desinki, "Aya, siz bilan qo'shiq aytaman" desa, albatta shu duetga qo'l uraman. Podshoyim eshityapsan-a, sen bolam. Men demak, sen menga taklif bilan chiqishing kerak. Men emas. Mana nima deb qo'ydim. Menga xo'p deyishing mumkin taklif bilan chiqsam. Mayli, ayam bilan bitta qo'shiq aytay deb, lekin sen menga taklif bilan chiqishing kerak ekan. Podshoyim, kutaman sendan. Duet taklifini. Tez kunlarda kutib qolamiz unda. Zohida Umarova Yorqin Xo'janing onasi yoki Zohida Umarovaning o'g'li Yorqin Xo'ja. Qaysi biri sizni qulog'ingizga? Birinchisi. Baribir ham anu shedevr san'atkor bo'lib ketgan taqdirimda ham, eng qudratli san'atkor bo'lganimda ham onalik har qanday onalik maqomi har qanday shedevrlikdan ustun turadi. Va men doim Yorqin Xo'jani onasi desam, xursand bo'lib yuraman. Faxrdaman. Ilohim davomiy bo'lsin. Juda ajoyib. Har bitta ona uchun bu e'tirof menimcha yuksak bir e'tirof. Albatta. Charchamadinglarmi zerikib? Siz charchamadingizmi bolajonim? Yo'q, aslo. Qaynagan 8 oyog'imizni dimlashga qo'yamiz, dimlab qo'yib va dasturxonga o'tiramiz. Zohida opa, farzandlaringizning baxti, kamoli, yutuqlari sizning hayotingizdagi bo'shliqni to'ldira oladimi? Yoki u bo'shliqni o'rni bormi? Juda ham go'zal savol bo'ldi. Yurakni bitta mundoq qilib tilib ketadigan. Bolalaringizni baxti, kamoli, yutuqlari har narsadan ustun. Meni xohishlarimdan, meni maqsadlarimdan, meni orzularimdan ustun. Ammo men ham ular kabi tirik odamman. Xuddi o'sha bolalar kabi, hozir onasi demaymiz-da, men ham xuddi o'shanaqa insonman. Ba'zan ularni uyidagi nur, ularni qalbidagi nur, ularni atrofidagi nur ham, katta nurlar ham meni qalbimga nur bera olmasligi mumkin. Demak, har doim ham sizni o'sha bo'shliqlaringizni to'ldiravermaydi, to'g'rimi? Yo'q. Ana taomimiz ham pishdi. Tayyor bo'ldi. Marhamat. 8 oyoqlar nega o'zim oyoqlarim bilan yurib kelmadi? Uncha chiroyli ovqat bo'ldi bu. Zohida Umarova tayyorlagan. Ko'rishingiz mumkin. Zohida Umarova mana shunaqa ovqatlarni pishirishni biladi. Xo'p, endi bularni ta'mini ko'rish qoldi xolos. Endi demak, men ham mamnaq ketishim kerak. Qaranglar, men chapaqayman. Lekin restoranlarga borganimda hech kimga bildirmaslik uchun o'zimni o'ng qo'l deb qilib olaman. Darbadar bo'lmasa kim? Darbadar kezmasa kim? Yurt qadrin bilmas emish. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas emish. Toma ko'l bo'lur deganlari rost ekan. Ta umrbod to'qmasa garay aqli ham kirmas emish. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na shu edi shu qo'shig'im. O'sha sizga bu go'zal qo'shiq uchun tashakkur izhor etamiz. Oshpazimiz tomonidan sizga bir ajoyib sovg'a bor. Sanjarbek taqdim Marhamat. etmoqchilar sizga. Ya. Tashakkur. Voyga o'xshab yana ovqat qilasiz. Zohid opa tanlang demaysizmi? Unaqa bo'lsa? ochib ko'ring, bu sovg'amiz. Ay yo'g'i bu sovg'a. Ochib Voy ko'ring. rahmat. Sovg'a. Ovqat qilamiz desa 1 million bessrochni. Oilaviy kelib dam oldi. Voy aylanib ketay. Bizni kichkinagina maylida endi kichkinagina mehnatimizni hisobga olib biza uchun shunaqa vaucherlar qilib beryapsiz. Bu uchun himmatingiz uchun jonim o'zbegim, himmat uchun meni tashakkurlarim. Sizni bizga qilgan himmatingiz haqiqiy o'zbekni xislati, o'zbekni fazilati va o'zbekni tarbiyasi. Bu uchun rahmat kattakon. Raqamda hissiyot yo'q. Hissiyotlarning barchasi so'zda mujassam. Shunday ekan, o'zimizni, so'zimizni go'zalliklarga burkaylik va hech kimdan ayamaylik. Bu mening oshxonam ko'rsatuvi edi. Keyingi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Dimlangan sakkizoyoq taomi. Kerakli masalliqlar: 2 kilogramm sakkizoyoq, 1 kilogramm yangi kartoshka, 4 dona qizil sabzi, 100 gramm unagi qaylasi, 3 dona piyoz, 5 litr suv, 10 gramm qora murch donasi, tabga ko'ra tuz va ziravorlar.